Har qanday mustahkam asab tolalarini uzishi mumkin bo'lgan mudhish fojia bilan dasturimni davom ettirishga majburman. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda va xorijda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kecha 22 oktyabr kuni qo'shni Qirg'izistonning O'sh shahrida fojia yuz berdi. Bir oilaning birdaniga 5 farzandi va 34 yoshli ona yong'inda halok bo'ldi. Bolalarning otasi marhumning turmush o'rtog'i bugun 23 oktyabr kuni Janubiy Koreyadan zudlik bilan uchib kelgan. Eslatib o'tamiz, kecha 22 oktyabr kuni O'sh shahrining Jibkenjalu Amir Temur hududiy boshqarmasida joylashgan uylardan birida yong'in sodir bo'lgan va hodisa oqibatida 34 yoshli ona va 5 nafar voyaga yetmagan bola halok bo'lgan rasman tasdiqlandi. O't balosidan Alloh o'zi saqlasin. Marhumning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.